aholini tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yangi kredit mahsulot ishlab chiqarilgan. Ushbu kredit nomi moliyaviy ommabop, ya'ni bu degani kim imtiyozli kreditdan foydalangan bo'lsa, mahalla tomonidan yaxshi kreditga ega bo'lgan bo'lsa, ayollarga 24% 3 muddatga beramiz, erkaklarga 25% 3 muddatga beramiz. Kreditni shartlari bu naqd pul ko'rinishida beriladi, kafillik asosida. Kimda kim agar imtiyozli kreditdan foydalangan bo'lsa, tadbirkorligini yanada kengaytirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bizni filialga murojaat qilib, ariza qoldirsalaringiz, kredit arxasi ko'rilib, agar ijobiy chiqqan bo'lsa, sizlarga kredit ajratishga biz amaliy yordam beramiz. Kimda imtiyozli kreditdan foydalanganlar bor oramizda. Foydalangan mahalla hokimi yordamchisi tavsiyasiga asosan avval olib foydalanganmi yo'q, mahalla hokimi yordamchisi tavsiya bergan bo'lsa, oldin imtiyozli kreditdan foydalangan bo'lsangiz, yaxshi yopib ishlamaganlar uchun sizlarga beriladi, o'zimiz band qilinadi. Berilmaydi. Yo'q, faqat o'zimiz band qilgan fuqarolarga beriladi. Imtiyozli kreditdan foydalangansiz. Agar siz to'liq yopib bo'lgan bo'lsangiz, davomiyligini 50 million so'm naqd bo'lish hosil bo'ladi. Faqat kafillik